O'zbekiston bayrog'ini fazoga olib chiqqan o'zbek xalqiga mansub birinchi kosmonavt Solijon Sharipov 1964-yil 24-avgustda Qirg'iziston SSRning O'sh viloyati Uzgan shahrida o'zbek oilasida tug'ilgan. Faoliyati davomida 2 marta fazoga ko'tarilib, Shuttle Mir dasturining STS-89-missiyasi va Xalqaro kosmik stansiyaning 10-ekipajida qatnashgan. Fazoda 201 sutka bo'lgan, ulardan 10 soati 34 daqiqasini ochiq fazoda o'tkazgan. Video orqali gaplashish bizni tushimizga ham kirmagan 1998-yilda oila a'zolari bilan fazodan turib video orqali gaplashgan ekan. Hatto oldim, o'qidim. Xat o'rtalaringga ham hammasiga salom aytib qo'ying. Ha, oldim. Kosmonavtning aytishicha, Hyustonda missiyaga tayyorgarlik paytida fazoda palov tayyorlab ko'rish haqida taklif bergan. Tayyorlash nasib etmagan bo'lsa ham, hech bo'lmaganda tayyor oshni fazoda isitib yeb ko'rishgan ekan. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stingga oxirini kesib yuboramiz.